qolgan o'quvchilarimiz bor. Sekin astalik bilan taqdirlaymiz. Xo'p, Shahina 39 ta 40 ta testdan ishlayotgansiz? 36 ta. Shahinaga 25 ming keling Shahina. Shahruza bor, Shahruza keling. Shahruzaga 25 ming. Sevinch shogirdimga 25 ming. Asila shogirdimga 25 ming. 25 ming. Bitta narsaga urg'u berib o'tib ketish. Shohjahon testdan eng yuqori o'rinlarni olmagan bo'lsa, mana 25 mingni qo'lga kiritdi, lekin shijoati, bilimi 40 tadan 40 ta ishga tortadi. Tushuntiryapmanmi? Bironta o'quvchi ertalabki guruhga kelmaydi, o'zini guruhiga keladi. Bu ham A guruhiga keladi, ham B guruhiga keladi, ham C guruhiga keladi. Men o'ylamayman, bu otasi yoki onasi bor bolam A guruhiga bor yoki B guruhiga bor demaydi. Bu o'zida bor. Qolgan bolalar 2 soat darsda yili qachon dars tugayotgan deb turib darsni kutib tursa, bu keyingi guruhni kutib turadi. Keyingi guruh bilan bellashaman deb. Hamma o'quvchi dars tugagandan keyin kitobini, daftarini yig'ishtirib uyiga qarab otlansa, Shohjahon tashqarida kutib turadi. Ustoz bellashay, B guruhga kirgizing, bellashay, C guruhga kirgizing, bellashay deb turadi. Shundaymi, shunday emasmi? Shijoatlaring, g'ayratlaring iloji boricha kamida Shohjahonga o'xshasin. Bo'lmasam Shohjahondan ham baland bo'lsin. Nasib bo'lsa Shohjahon prezident maktabiga kirib hammamiz yuzimizni yorib qo'yamiz. Endi Elnur shogirdimiz nechta ichgan Elnur? 40 tadan 37 ta ichgan, Elnurga 50 ming. Bilan taqdirlanadi. Hop. 3 ta birinchi o'rinimiz bor. 30-40 talik testdan nechta ichgan? 39 ta ichgan. Ramzi shogird taqdirlaymiz. Ramzi молодец. Doim deyarli o'rin oladi. Temur shogirdim. Temur ham 40 tadan nechta ichgan? 39 ta ichgan. Keyin Alisher shogirdimiz. Alisher ham 40 tadan nechta ichgan? 39 ta ichgan. Kecha Telegram guruhda turli savol tashlagandim, bilasizlar. 20 minglik savol edi. Kim eng kam vaqtda maksimal bo'lsa 20 ming beraman degani, bir nechta o'quvchi maksimal olgan, lekin eng kam vaqtda Alisher ichgan 6 minut qancha vaqtda? 46 sekundda ichgan. Alisherga qo'shimcha yana 20 ming. Bu Telegramdagi yutuq uchun. Tabriklayman Alisher. Hop. Qolganlarim mukofot olmaganlar, tushkunlikka tushmaymiz. Odam qilgan ishni odam qiladi-ya. Nasib bo'lsa harakat qilsak, yana oyda o'rtalarida yoki uzog'i aprel oyida yana ma'lumotga o'tkazamiz. Bu safargi mukofot bundan-da balandroq bo'ladi. Tushundira oldimmi? Hop, jarimaga tushganlar, yutuq ololmaganlar kayfiyatni ko'taramiz, keyingi testga yaxshilab tayyorgarlik ko'ramiz. Hammaga katta rahmat. Bu zaminda ulug' beklar o'sayotir, mard o'g'lonlar qaddi tiklar o'sayotir.